Assalomu alaykum mening qadri baland qadrdonlarim. Sizlarni Traktor savdo kanalida ko'rib turganimdan yana bir marta bag'oyatda xursandman. Do'stlar, kuningiz xayrli o'tsin. Bizga ajoyibdan g'aroyib traktorlar, texnikalar va hokazo fermer akalarimizga va traktor qidirib yurgan yoki texnika qidirib yurgan akalarimizga ajoyibdan ajoyib texnikalarni sizlarning e'tiboringizga havola qilamiz do'stlar. Shu orada bitta narsani aytib o'tib ketay do'stlar, sizni ham texnikangiz bor, ammo sotolmayapsiz. Kimga murojaat qilishni bilmayapsiz, qayergadir boryapsiz, qaysidir bloger sizlarga $20, qaysidir bloger $50 va hokazo qaysidir $100 taklif qilib reklama qilib berayotgan bo'lishi mumkin. Do'stlar, biz shunchaki tekinga reklama qilamiz, sifatli va a'lo darajada, ammo qo'ldan kelgancha do'stlar reklama qilishga harakat qilamiz. Do'stlar, yolg'ondan yo boshqadan olib keltirmaymiz. Mana shu ekran yuziga telefon raqami qoldiramiz. To'g'ridan-to'g'ri egasini o'zini telefon raqami. Bemalol xohlagan vaqtda telefon qilib, endi bezovta qilishlik emas, traktor haqida va texnika haqida ma'lumot olishingiz mumkin do'stlar. Ko'rib turganingizdek ekran yuzidagi Arion traktor ekan. Akamiz yilini 2011-yil deb qoldiribdi. Hozir mana shu boshidan ko'rib kelgan texnikalaringiz pullik bo'ladimi va hokazo hammasi mana shular ham ichiga общий komplekt qo'shib berilar ekan. Traktorimizni boshida ko'rsatib o'tib ketdim. Uzr do'stlar, boshida ma'lumot bera olmadim, reklama haqida ma'lumot berib o'tib ketdim. Bizda hammasi tekin bilsangiz kerak. Mana bu holatni ham bitta ko'rib qo'yishingiz mumkin. Texnikaning ichida hammasi. Narxini aytishdan oldin bir donagina like bosib qo'ying. Mana traktor mana bu yerda ham bitta holatini ko'rib qo'yishingiz mumkin. Texnik holati vobshim a'lo, gap yo'q. 2011-yil bo'lgandan bu traktor yangi holatda, motor korobka ochilmagan, qo'l tekkizilmagan, 4 ta balo yangi do'stlar. Narxini aytsam $60,000 deb akamiz qoldiribdilar do'stlar. Mana shu ekran yuzidagi telefon raqamlariga telefon qilib, ma'lumot olib, albatta savdolashsangiz yanada sizga arzonlashadi jigarlar. Biz esa davom etamiz. Qani ketdik. Xo'p jigarlar, yana bitta akamiz qoldiribdilarki, mana shu ekskavatorni aka sotib bering debdi. Jigarlar, bizda endi kanal nomi Traktor savdo bo'lgani bilan faqat aynan traktor emas, texnika reklama qilamiz. U chizelmi, plugmi va hokazo ekskavatormi, traktormi, kombaynmi, qanaqa texnika bo'lsa reklama qilib beraveramiz. Reklama xizmati tekin. Shunchaki videoga bir donagina like bosib qo'ysangiz bas. Menga keraklisi mana shu like bilan obuna xolos. Meni rag'batlantiradi shu narsa. Qolgan narsa menga foydasi yo'q. Prosta meni ham, sizlarni ham kayfiyatingiz ko'tarilsa bas, mahsulot olsangiz bas do'stlar. Xo'p, narxlar bilan tanishib ham borasiz shu orada endi bahonada. Xo'p do'stlar, bu ekskavator keladigan bo'lsak 2003-yil ekan. Ko'pchilik kommentariyada qoldirishmasin, ko'p gapiryapsan, balo battar deb endi qo'ldan kelgancha tushuntirib o'tib ketishga harakat qilyapman. Ba'zi narsalarni, izohlarni ko'rib chiqqan holda. Xo'p jigarlar, endi mavzuga qaytsak, 2003-yil ekan, holati yaxshi yurib turibdi. Motor, balo battar hammasi yaxshi holatda yurib turgan ekskavator. Ko'rib turganingizdek holati yaxshi. Endi bu yog'ini mana shu ekran yuzidagi telefon raqamlaridan olishingiz mumkin. Qolgan ma'lumotni, menga tashlagan ma'lumotni aytyapman sizlarga. 130 marka ekan. Keyin yana texnik holati yaxshi deb shu qoldiribdi. Shu gap jigarlar. Narxiga keladigan bo'lsak, bir dona like bosing. Narxini $26,000 deb akamiz qoldiribdilar. Bizning nomimizdan chiqsangiz narxi yanada arzonlashadi jigarlar. Biz esa davom etamiz. Xo'p do'stlar, farg'onalik akamiz mana shu traktor qoldiribdilar. Ma'lumot uncha ko'p emas traktor haqida, lekin men qo'ldan kelgancha ma'lumot berib o'tib ketaman. Endi o'zlari tashlagan ma'lumotni jigarlar. Izohlarda qolgan fikrlarni o'zlaringiz qoldirishingiz mumkin. Qanchalik fikrlar ijobiy bo'lsa, mening ham shunga nisbatan ishlashim juda ham yaxshi bo'ladi va sifatli mahsulot chiqarishga harakat qilaman. Xo'p do'stlar, mini traktor sotiladi deb, holati yaxshi deb qoldiribdilar akamiz. Bor narsani gapiryapman, yolg'on gapirganim foydasi yo'q. Traktor holati ko'rib turganingizdek, motor korobka yaxshi holatda deb qoldiribdi. Balonlar ozroq charchagan, lekin yurib turgan traktor. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, bir donagina like bosib qo'ying. Narxini $3,500 deb qoldiribdi. Menimcha narxiga yarasha do'stlar. Endi ja qimmatli ham qilmaydi, ja arzonli ham qilmaydi. Mana bu holatni ham bitta ko'rib qo'ysangiz yanada yaxshi bo'ladi deb o'ylayman.
Xo'p do'stlar, mana shu ekran yuzidagi telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mana shu traktor egasiniki bemalol bog'lanib, ma'lumot olishingiz mumkin. Endi reklamani bang'illatib olmaslikka ham qo'ldan kelgancha harakat qilib aytib o'tib ketyapmiz. To'g'ri tushunasizlar jigarlar. Biz esa davom etamiz. Qani ketdik. Xo'p jigarlar, albatta har bitta video chiqarganimdan so'ng izohlarni ko'rib chiqaman. Endi har bitta izohga alohida javob bera olmasligim mumkin, lekin har bitta izohni alohida e'tiborga olgan holatda reklamani ham o'shanga qarab chiqaraman do'stlar. Ko'pchilik TTZ traktor, Belarus ili mini traktor ham so'raganlar ko'pchilik ekan do'stlar. Shu munosabat bilan mana shu mini traktorimizni ham chiqarishga qaror qildim. Do'stlar, buni yili 2017-yil ekan. Holati yaxshi, motor, korobka yaxshi, dokumentlari joyida, balonlar yaxshi holatda. Короче do'stlar, traktor yurib turgan holatda, hech qanday hozirda muammosi yo'q endi. Qolgan ma'lumotni mana shu ekran yuzidagi telefon raqamlariga telefon qilib, hamma ma'lumotni olib borib ko'rishingiz mumkin. Ko'rib olasiz albatta. Realniy olmoqchi bo'lganlar oramizda ko'pchilik qidiryapti mana shunaqa traktor, lekin puliga arziydi. Narxini aytishdan oldin bir donaga layk bosing. Narxi atiga $5000. Yana bitta variant. Mana shu mini traktorni chizil plugi bilan berib yuborar ekan $5000 ga. Menimcha hozirgi vaqtda chizil bilan plugi o'zi 20 million tursa kerak. Endi aniq ma'lumot bilmayman. Endi o'zimning fikrim endi. Bozorni bilmayman. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapman o'rganishga va shu haqda ma'lumot berishga. Xo'p jigarlar, ko'p gapirib o'tirmaymiz, biz davom etamiz. Layk bosib qo'yinglar. Ketdik qani. Do'stlar, anchadan beri qidirayotgan traktorim keldi. Jizzaxlik bitta akamiz yozibdi. Aka, mana shu traktorni sotib bering deb. Kakras jigarlar, boya yuqorida aytganimdek, har bir kommentariyni, izohni ko'rib chiqaman. Albatta javob yozolmasamda inobatga olaman, e'tiborga olaman degandim. Bitta akamiz Jizzaxdan traktor bo'lsa chiqaring degan ekan, mana traktorni dodasi do'stlar. Yana bitta akamiz yozibdilarki, traktorni ko'rinishi emas, motor, korobka muhim deb yozibdilar. Mana o'shanaqasi. Xo'p do'stlar, MTZ sotiladi deb akamiz qoldiribdi, o'sha Jizzaxlik akamiz. Ya'ni bu MTZ 80 ekan, holati yaxshi, motor qilingan, antifrizda ekan. Balon 15 Ohm ekan, zatni mos, korobkada umuman ovoz yo'q. Bunisiga javob deb qoldiribdi. Motor holati a'lo darajada. Mana shu ko'rib turganingizdek motor holati. Mana bu holatni ham bitta ko'rib qo'yishingiz mumkin. Endi ko'rinishdan yomonga o'xshashi mumkin, lekin soqqani bosadigan akalarga ajoyib variant lekin. O'sha Jizzax Paxtakorda ekan asosiy manzili. Xo'p do'stlar, rasmda holatini ko'rdingiz. Menda bori shu, ma'lumot shu. Narxini akamiz qoldirmabdilar. Telefonda aytaman debdi. Mana shu ekran yuzidagi telefon raqamiga telefon qilib bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin do'stlar. Biz esa davom etamiz. Aka, MTZ 80 dan ham chiqaring, faqat narxi ham yaxshigina, ja qimmat emas, ja arzon emas, o'ziga yarasha, yili ham yangirog'idan bo'lsin deganlar uchun mana ajoyib traktorimiz reklama qilyapmiz. Mana ko'rinish holati, o'zi ko'rinishdan ma'lum, endi prosta yaltillab bir moyka qilib qo'yganidan emas, buni asosiysi video boshida ham aytib o'tib ketdim. Bitta akamiz qoldirgan ekanki, traktorni ko'rinishiga emas, korobka bilan motor muhim deb. Motor, korobka yaxshi bo'lsa, traktor eng zo'r o'sha traktor bo'ladi deb qoldirgan ekan. Shu fikrga kim qo'shiladi, kim qo'shilmaydi bilmadim, men qo'shilaman. Akalar, xo'p, bu traktorimizga keladigan bo'lsak, samarqandlik akamiz qoldiribdilar bu traktorni. Bu ko'rinishini ham bitta ko'rib qo'yinglar, orqa tarafdan ko'rinishi. Do'stlar, uzr, adashibman. MTZ 80 deyorman. MTZ 82 traktor ekan. Xo'p do'stlar, Samarqand Pastorg'on ekan. Asosiy o'sha joyini ham aytib ketay. Samarqand o'zi emas, Pastorg'on o'sha yerda ekan. Xo'p do'stlar, buni yiliga keladigan bo'lsak, 2019-yil, mana old tarafdan ko'rinishi 2019-yil, yangi holatda, o'zi 25 ga o'xshaydi. Motor, korobka yangi, qo'l tekkizilmagan, ko'p yurmagan holatda, ideal holatda, 4 ta baloni yangi.
Buyog'ini endi menimcha aytish ham kerak emas. Qo'l tegizilmagan, yurmagan degandan ko'pchilik o'zi bilsa kerak. Olmoqchi bo'lganlar ham o'zlari anchagina biladi. Xo'p do'stlar, buni narxiga keladigan bo'lsak, akamiz 205 million deb qoldiribdi, lekin albatta kelishiladi deb qoldiribdi. Xo'p jigarlar, mana shu ekran yuzidagi telefon raqamlariga telefon qilib, qolgan ma'lumotlarni olib, bemalol savdolashib olishingiz mumkin do'stlar. Ha do'stlar, shu orada bitta narsani yana eslatib o'tib ketaylik. Har bir videoda eslatib o'tib ketaman bu videoni. Bu aytadigan gapni, har bir so'zni eslab qolishingizni so'rayman. Savdoga admin javobgar emas do'stlar. Nimaga degan savol tug'ilishi mumkin. Sababi do'stlar, biz u soxta traktormi, traktor egasi aynan kimligini bilmaymiz. Bizga nomer qoldiradi, traktorni beradi. Tekin reklamaligi uchun reklama qilaveramiz xolos. Biz 100% kafolat berib mana shu traktorni oling ham demaymiz, olmang ham demaymiz. Telefon raqam qoldiramiz, egasiga chiqib, borib ko'rishib olishingiz mumkin. Sizga aka traktor sotiladi, kelib olib keting, keling ko'rishaylik desagina u ishonchli bo'ladi, borib olishingiz mumkin do'stlar. Hozirgi vaqtda o'zingiz ham bilasiz, mashinniklar ko'pdan ko'pgina. Bunday holatga o'zim ham anchagina tushganman. Shuning uchun bu nima deydi, ogohlantirish shunchaki. Kimdirlar yaxshi fikr bildiradi bunga, kimdir yomon fikr bildiradi. Shuning uchun do'stlar, telefon raqam qoldirganda telefon qilib, ma'lumot so'rab, borib ko'rishib olaylik deb, ko'rishib olib gaplashishingizni so'rayman. Kimdir aytishi mumkin, traktorim sotilib ketadi, pul tashlab bersangiz kelib ko'rishingiz mumkin. Bo'lmasam sizga albatta traktor sotiladi deb sizni oldindan pul tashlatishi mumkin va hokazo. Shunga o'xshash vaziyat kelib qolsa mabodo, o'sha vaziyatdan chiqib ketishingiz uchun ajoyib yo'l ko'rsatib qo'ydim. Buni mendan o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz jigarlar. Qolganlarini izohlarda o'z fikringizni qoldiring jigarlar. Laykni bosing, biz esa davom etamiz. Xo'p jigarlar, mana bu oxirgi traktorimiz TTZ Les. Bu haqda ma'lumotimiz deyarli kam desa ham bo'ladi, unchalik ko'p emas. Mana shu ekran yuzidagi telefon raqamlariga telefon qilib, ko'rishib gaplashib olishingiz mumkin. Bizga bergan ma'lumotlari yili 2011-yil ekan, motor antipresda ekan, hali ochilmagan korobka, motor ochilmagan yangi holatda deb qoldiribdi. Traktorim ideal holatda deb aytib qoldiribdilar akalar. Endi bunisini telefon raqamida o'zingiz gaplashib olishingiz mumkin. Balonlar yangi holatda. Korotchi shu ko'rib turganingizdek ideal holatda traktor. Narxiga keladigan bo'lsak, bir donani layk bosib qo'ying. Narxini akamiz 45 million deb qoldiribdilar do'stlar.